Salom jonlarim, bugun yana men sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Ko'chadan kuchukday charchab kelib, birinchi yengilgina o'zimizga qulay bo'lgan formachani almashtiramiz. Bir hafta oldin o'zimcha sochim rangini almashtiraman deb kuydirib, ko'timga urib qo'yganman. Endi mana shu sochga uxud qilamiz. Ketdik. Qizlarjonlar, buni sprey deb o'ylamanglar. Sprey shishasiga solingan bu vitaminlar, 7 xil vitamin uyga damashqin tayyorlangan. Yuvishdan oldin buni tagiga surtamiz. Esteldan yangi balzam olib keldim. Kuygan, nimjon sochlarga yaxshi deb maqtashdi. O'sha uchun olib keldim. Bu reklama emas. Men o'zim birinchi marta foydalanyapman. Effekti bo'lsa aytib qo'yaman. Yuvishdan 40 minut oldin yaxshilab sochga surtib o'rab qo'yish kerak ekan. Xuddi shunaqa qilamiz. Maskalarni surkab oldik. Endi 40 minut bekor o'tirmasdan ulgurmagan ishlarimni qilib olaman. Cho'milishdan oldin hambomni ham приятненько qilaylik, keyin mezza qilib cho'milib chiqamiz. Sochimiz vaqtdan o'tib ketdi, 40 minut qo'yish kerak edi, 1 soat bo'lib ketdi. Endi cho'milib chiqsak bo'ladi. Bilasizlarmi, kino ko'rib mazza qilib cho'milib chiqdim. Degan materialingni ko'rib chiqsam bo'lar ekan, bura. Sen ko'ryapsiz chiqdimi? Sochim prosta bomba, qizlar, ishoninglar. Shu bilan jonlarim, bugungi sarguzashtimiz tugadi. Hammaga xayrli kech. Paka-paka.